Mas'uliyat. Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilarimiz. Yana biz hozir Yo'ljoyda katta korxona bo'lyapti bu yerda. Yerlanish qoqish jarayonidamiz. Biz hozir bu yerga yerlanish qoqishda ko'p ko'rsatganmiz, ko'p obzorni qilganmiz, qaysi joylarni qoqqanmiz, mana ularga. Endi hozir bu yer katta korxona, katta stanovlar bor, mashinalari bor, ishlab ishlaydigan narsalar bor. Ko'pligiga zontimizni, yerlanish zontimizni kattarog'ini oldik. Yuzi ham kattalik bo'ladi, 25 diametrli, 28 diametrli bo'ladi bu. Xo'sh, buni olishdan maqsad kuchliroq bo'ladi. Qalinroq plastik metallardan foydalanishga harakat qildik, shuni istab topib, imkon qadar yaxshiroq chiqishga harakat qildik. Metalimiz kuchliroq, uzoqroq ishlaydi. Pishirish muddati uzoqroq bo'lganligi uchun shundan foydalanishga qaror qildik. Hozir mana bu yerda bitta, bu yerda ikkinchisini tayyorlab oldik. Bu e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu ustidagi planankamiz ham juda kengroq, kattarog'idan foydalanyapmiz. Sababi biz hali boshida aytib o'tilganimizdek, uzoqroq muddatga yetsin degan maqsadda keyin bu yoqdagi yuch yerlanish nimasini bizga yutishga kattaroq nimasida yaxshiroq bo'ladi degan maqsadda bundan foydalandik. Endi hozir biz 1,5 metrdan bitta tayyorlab olganmiz. Endi bularni hammasini bir-biriga ulab chiqamiz. Xo'p, biz hozir bu yerda ikkita 1,5 metrlikdan tayyorlab olganmiz hozir bu yerga. Bitta 1,5 metrlik o'lchaganimizda o'mimiz chiqmadi. Yerlarimiz yerlar oldin dalali joylar bo'lgan ekan, namgarchilik yaxshi deganligi uchun biz bu yerda hozir o'lchab ko'rdik, chiqmadi. Endi hozir ikkinchisini ulab qoqyapmiz menga. Xo'p, ikkinchisini ulab qoqqanimizdan keyin ham mabodo biz aytayotgan o'mimiz chiqmaydigan bo'lsa, biz aytayotgan darajadagi narsalarimiz chiqmaydigan bo'lsa, 4 ohm chiqmaydigan bo'ladigan bo'lsa, yoki 5 dan 4 chiqmaydigan bo'lsa, yana buni ustiga ulab qoqsak imkoniyatimiz bor. Hozir shunga tayyorgarligimiz bor, xudo xolasa. Hozirda ko'rsatgan zazinlarimiz tayyor bo'ldi, mana. Topda 2,5 metrdan bo'ldi o'mi. Shunda qoqiladi. Bino chiqib ketgan, shit bor edi. Katta obyekt. Zavod. Saltini o'mini ko'rsatamiz. Hozir biz yerlanishdi, megomini chiqaryapmiz. Tekshirishimizni ko'rsatamiz. 4 ohm chiqyapti. 4 ohm. Megom chiqyapti. Standartga javob beradi, xudo xolasa.